Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Yaponiya parlament a'zosining so'zlari Xitoyni o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Yaponiya Xitoy munosabati davomli yiriklashayotgan bir vaziyatda Yaponiyaning Kengash palata a'zosi He Tayvanni ziyorat qilish o'yi borligini e'lon qildi. Uning Tayvanning egilik huquqiga aloqador o'zgacha so'zlari Xitoyni o'sal ahvolga tushirib qo'ydi va qattiq bearam qildi. He 31 dekabr X hisobida uchur ham baharlab yaqinda Tayvanni ziyorat qilish o'yi borligini, bu ziyoratning birinchi maqsadi Tayvan bo'g'ozining jiddiy vaziyatini va Yaponiya bilan Tayvanning mudofaa hamkorligidagi mumkinchiliklarni muzokara qilish ekanligini, yana bir maqsadi bo'lsa o'ziga o'xshash Xitoy rejimining qora tizimligiga kirgan bir siyosiyonning Tayvan tavalligiga kiralishidek bir harakat orqali Tayvanning Xitoy bilan hech qanday aloqasi yo'q mustaqil davlat ekanligini isbotlash ekanligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, He Xitoyda tug'ilgan bo'lib, 2007-yili Yaponiya grajdonligiga o'tgan. Bu yil 7-oydagi saylamda Kengash palata a'zosi bo'lib saylangan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 9-oyda uni jazo tizimligiga kirgizib, Xitoyga kirishini cheklaganligini va Xitoydagi mol-mulklarni to'nglatganligini e'lon qilgan. He izchil tariqada Yaponiyani Xitoyning tahdididan qo'g'dashni bosh prinsip qilgan bo'lib, Senkaku oroli va Tayvan masalasining Yaponiyaning bexatarlik kafolatidagi tubki masala ekanligini ta'kidlab kelgan. U yana yaqinda Yaponiya bosh vaziriga tahdid aralash haqorat qilgan Xitoy konsulini Yaponiyadan qo'g'lab chiqarishni talab qiluvchilardan biri hisoblandi. Uning tunugun X hisobida e'lon qilgan mantiqli bayonlari Xitoyni qattiq o'sal qildi va noroziligini qo'zg'adi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi tunugun Tokio televiziya stansiyasi muxbirining aloqador savoliga javob berganda diplomatik qoida usullarni butunlay dafsanda qilgan holda bu xil sharmandalarning yirginishlik so'z harakatlari ifoda bildirishga arzimaydi deb bildirdi. Yaponiya bosh vaziri Sanai Takaichining Tayvanga aloqador bayonlari sababli boshlangan Xitoy-Yaponiya diplomatik krizisi izchil davomlashayotgan bo'lib, Yaponiya taraf Xitoyning turli besimlariga qaramay o'z maydonida mustahkam turmoqda. Turkiya Xitoyga tuyuqsiz viza kechirim qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning 31 dekabr ma'qullagan qaroriga asosan Xitoyning odatdagi pasporti bo'lgan fuqarolarga viza kechirim qilingan bo'lib, 2 yanvardan tartib kuchga ega bo'ladi ekan. Mazkur qarorga asosan odatdagi pasportga ega bo'lgan Xitoy fuqarolari Turkiyaga vizasiz kira oladi ekan. 180 kun ichida jami turish vaqti 90 kundan eshib ketmaydi ekan. Turkiya bundan burun Xitoyga qarata elektronlik viza sistemasi yo'lga qo'ygan edi. Turkiyaning sayohat doiralari yaqinqi yillarda Xitoy sayohatchilarini ko'plab jalb qilish orqali zo'r miqdorda sayohat kirimi yaratishni o'ylagan bo'lsa-mu, Turkiyaga keladigan Xitoy sayohatchilari yanada intayin oz nisbatni egallab kelgan. Asosliq sayohat manbasi yanada Angliya, Rossiya, Germaniya qatorliq Yevropa davlatlari bo'lgan. Mazkur qaror xususan muhojiratdagi Uyg'urlarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Texnika magnati TSMC 2 nanometrlik o'zaklarni ishlab chiqarishga boshladi. Dunyodagi yerim o'tkazgich va sun'iy aql texnikasining harakatlantirgich kuchi bo'lgan eng ilg'or o'zaklarning mutlaq ko'p qismini ishlab chiqaradigan Tayvan texnika magnati TSMC chorshanba kuni Fransiya xabar agentligiga bergan bir bayonotida eng yangi 2 nanometrlik yerim o'tkazgich o'zaklarni turkumlab ishlab chiqarishga rasmiy kirishganligini jakarladi. TSMC aqliy iqtidorli telefonlardan tortib boshqariladigan bombalargacha bo'lgan keng sahada ishlatiladigan o'zaklarning dunyodagi eng chong hoddigar ishlab chiqaruvchisi bo'lib, xaridorlari orasida Nvidia va Alma qatorliq shirkatlarmi bor. Shirkat to'rbetida TSMCning 2 nanometrlik texnikasi plan bo'yicha 2025-yilning 4-faslida turkumlab ishlab chiqarishni boshladi degan iboralar o'rin olgan. Ma'lum bo'lishicha, TSMC sun'iy aql sohasidagi mablag' selish qizg'inligidan zo'r foydaga erishgan.
Amerika tədqiqat şirkəti Gartner'ning mo'ljaricha dunyo miqyosida sun'iy aql chiqimlari 2025 yilgacha 1 trillion 500 milliard dollarga, 2026 yili 2 trillion dollardan oshib, yer shari ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining taxminan 2%ga yetishi mumkin ekan. Tayvanning o'zak sanoatidagi bu ustunligi Xitoyning orolni o'zining bir qismi deb qarash da'vosi va yoshurun ishg'oliyat tahdidi oldida uni qo'g'daydigan bir kirimli qalqini deb qaralmoqda. Bu ahvol Amerikaning Tayvanni qo'g'dishi uchun muhim sabablarning biri bo'lsa-mu, Xitoyning hujum ehtimolligi yer shari ta'minlash zanjiridagi andishalarni kuchaytirib, ishlab chiqarishni Tayvan sirtiga yo'tkash besimini oshirgan. TSMC garchi Amerika, Yaponiya va Germaniyada zavod qurishga mablag' solgan bo'lsa-mu, Tayvan muavin tashqi ishlar ministri yaqinda Fransiya xabar agentligining ziyoratini qabul qilganda, Tayvanning eng ilg'or o'zaklarini o'z zaminida ishlab chiqarishni davomlashtirib, yer shari yerim o'tkazgich sohasidagi o'rnini saqlab qoladiganligini ta'kidlagan. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishgacha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.